mana shu yashikdan ikkita oylar shunda men bunisini onarini bitta onarini olib turib minonukleusga qo'ydik. Faol qabul qilgani o'sha. Bunisi eng zo'r ishlagan o'tgan yili rekordchi oilalardan. Masalan 100 ta oila bo'lsa, 100 tadan 5 ta yoki 10 ta. Eng zo'rlaridan men turten chiqarib boraman har yil. Endi bu yil 3-4 yildan beri shu ishni qilaman. Eng zo'rlarini ishlataman. Turten mashina tashab, turten suv tashab, ertaroq tuxum qo'ydiriladi. Mana shu oilaga bu onarini olib turib men qo'shib yuboraman bu eng zo'r ishlaganiga. Ularni ertaroq kuchaytirib, birinchi o'rinda ertaroq zotli onari bilan turten chiqaradigan, erkagari chiqaradigan oilalarni kuchaytirib olishimiz kerak. Eng birinchi kunlar isishni boshlaganda eng birinchi qiladigan ishlarimizdan shu. Hozir buni ham mana shu ustiga qo'yib qo'yganman. Hali shu yerga o'rganadi. Onarisini oldim buni ham. Ikkitani olishib bittasini nariga minonukleusga tashlaganman. Uni endi qo'shib yuboraman. Bu kuchli oila. Endi 4-5 romkalik. Bu ham bundan hozir qo'ygan rasxodlarni ham ko'rsataman. Mana shu holatda. 1 2 3 4 5 6 endi 4-5 romka zichroq ari desak ham endi o'rtacha kuchliroq oila. Mana shu holatda shu arini ona arisini oldim. Chunki nimaga zotli ariga yoki turten semyali arilarga qo'shib yuborgani albatta sog'lom, kuchli, yaxshi aridan qo'shish kerak. Har xillarini qo'shib ketib bo'lmaydi. Ko'pchilik biladi buni. Chunki yaxshi arilar tanlanadi. Shulardan zotli ariga yoki turten semyalarni ertaroq kuchaytirib olgani qo'shib boraman. Endi hozir buni bir qator ko'ramizda, sekin buni qo'shib yuborish kerak pastki qavatdagi oilaga. Onarisi bor, o'sha naslli zot. Shunga qo'shib shuni kuchaytirish kerak. Oziqasi zo'r. Chunki yaxshi zo'r ishlagan. Bundan o'tgan yili turten semya sifatida foydalanganman. Karniki peshes bo'lgan liniyasi. Zo'r ishlagan, tuxumga ham zo'r. Shu bir sutga bo'ldi bu hozir yetim bo'lganiga, onasi holatda turganiga. Raspulovda mana buni ham. Mana shu hozirgi kunda 15-yanvar Raspulovda mana shu holatda tuxum bor, tuxum qo'ygan. Bu tomoni. Endi ko'p kuchli oilalarda baribir tuxum bor, chunki ertalashni boshlab oldi. Endi havoga qarab kuchli oilalarda bor bu narsa. Arisi yaxshi. Sekin qo'shib olamiz. Bu yashikka kelsak hozir yuqa faner bir qavat, qopqog'i ham bir qavat. O'zi hamma yo'q buni fanerdan bo'lgan. Endi bu yerlar ikki qavatdan bo'lgan. O'rtada reka bor, ichida hech narsa yo'q.
Tagi ham yuqa faner, tagi bir qator falga qo'yib qo'yilgan xolos. Qopqoq ustiga ham bir qator falga qo'yilgan, u tunukan tagida. Lekin shu holatda ham mana bitta katta o'zi turibdi. Shu holatda. Shunda ham mana rasplot tuxum bor, endi холодный sovuq holatda turibdi. Bu isitilmagan, boshqa qilinmagan, qo'shimcha oziqa berilmagan. Gulchang boshqa narsalar berilmagan. Shunda ham mana tuxum rasplot bor hozirgi kunda. Endi hozir havo sovuq kelyapti. Undan sovuq kunlar o'tib ketgandan keyin fevralga borib boylar srazi kuchayib ketishni boshlaydi. Tuxum qo'yib rasplot qilishni boshlaydi. Endi buni pastga olib buni sekin qo'shib yuboramiz. Bu zotli oila kuchaytirilmagan, qabul qilinadigan holatda qolgan. Sekin kuchaytirib olishga harakat qilamiz. Albatta ehtiyot bo'lish kerak, chunki qimmat zot keladi. Arzon emas. Iloji boricha bezovta qilmaslik kerak. Har bitta romkani ajratib uni shu holatda sekin o'zlari qo'shilib ketadi. Onari deydi. Qabul qilgandan keyin ko'rsatamiz, bir ko'rsatib qo'yayım. Mana. Endi arisi og'zida kuchaytirgan nima bo'lmagan. Bunda ham rost bo'ldi qara. Chiqyapti ham uni. Xohlasa yaxshi qabul qilib ketsin. Shu holatda turib turaveradi. Buni keyin romkalarni solib oladi. Ovozi g'ullab turib, chunki buni onari yo'qda, o'zlari sekin o'tib bir-birini mop qiladi.
Bo'ldi. Endi bir ertayin bir havorab qo'yamiz bundan ko'zdan kechirib. Bu arisi o'zi uchib ketadi. Mana shu naslni oilaga tepadan yashil ari qo'shganimizga 2 kun bo'ldi, 2 sutka. 2 sutka bo'ldi. Endi buni ko'rib qo'yamiz. Endi havo sovuq to'g'ri, lekin shunday bo'lsa ham bir qarab qo'yilaveradi. Aniq yaxshi qabul qilib ketgan, xudo xolasa. Shunday bo'lsa ham ko'rib qo'yganimiz yaxshi. Arilar yaxshi turibdi. Ozuqasi yaxshi asadi. Xudo xolasa yetadi ancha. Mana bu chekadi ekan. Shu joyida turibdi. Mana sekin-sekin o'tib o'sha onariga qabul qilishgan. Yaxshi, bu yoqda sekin qo'shilib ketadi endi. Hozirgi kunda onariga yomon ta'sir ko'rsatmaydi. Endi hozir turib turaveradi romkalari, shunday sal kunlar isib qolgandan keyin ortiqcha romkalarni chiqarib tashlaymiz. Uyani qisib isitishga, yaxshi isitishga harakat qilamiz. Onari kengroq tuxum qo'yishni boshlaydi. Uyani ortiqcha romkalarni chiqarib kichiraytiramizda bu yoq tomon surib. Hozir turaversin, yaxshi. Qabul qilgani yaxshi mana. Yaxshi rivojlanib, yaxshi kuchayib ketadi, xudo xolasa. O'zi aslida bunaqa naslli oilalarni kuzda kuchaytirib qo'yish kerak. Bahoriga qishda yaxshiroq chiqib, bahorga yaxshi rivojlanaveradi. Endi shunaqa qolib ketgan, ish ko'payib, shuni o'zi qolgani uchun endi qishda bo'lsa ham kuchaytirib olaylik deyapti ertaroq, bahorga yaqin. Xudo xolasa yaxshi rivojlanib ketadi.